Bu ishida qachondir g'alva tugaydimi? Akamni qilib chekkan, hamma g'alva o'zim boshim qolib ketdi. Odam to'yda omachi. Bu Odiliyu. Akras ash bola kerak ketdi. Boshqa sog'lig'ing yaxshimi? Odili bu nima ahvol bu? Ertaga uylanadigan bola. Nima yurish bu? Problemalaring tugamaydi ekanda seni ham, ha? Ko'rmaysanmi, 2 kundan beri svet yo'q. Ey shan, akamni chek olib chiqayotgan, uylanish ham kerak. Nima bo'lyapsan ham demaydi. Jigar ham shunaqa bo'ladimi? Hammasi uzun yo'lda yursa bo'ldi. Foydasi ham tegmaydi ekan, bilasan o'zing. Uylangan chek olib chiqayotgan. Buncha akangni yomonlayapsan. Hech marta ko'rdim akangga baqir-chaqir qilib chiqayotganing. Sen akangni yomonlamagan, akang zalotoy inson bo'ladi. Sen zalotoy deysanmi? Sen qayerdan bilasan akam qanaqaligini? Bitta ishida yashaganmisan? Ko'ryapsan, uylanaman deganimni chek qilib chiqibdi. Jigar deysan, jigar shunaqa bo'lam. Akam sen bilmaysan-da. Yaxshi inson bo'lganda bu qora kunini tashab ketmardi. O'zingni bos. Hozir akangni oldiga boramiz-da, kechirim so'raysan. Osengchi qo'lingni nima deyapsan? Kechirim so'raysan deysanmi? Men bilaman akangni qanaqaligini. Yur akangni oldiga gaplashamiz, qolgan gap. Biz keldik. Keldinglarmi? Tepadamisiz? Ha, tepadaman, chiqaringlar. Hop. Ha, Mirjon, hozir mehmonlaringiz bormi? Ha, ukam kelyapti. Ukam, ukangiz ahvoli og'ir, qarab qo'ying. To'g'ri. Ukam ahvoli og'ir. Shuning uchun chaqiryapman. Yaqinda uylamasam bo'lmaydi, ancha qiynalib ketdi. Kelsa gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum. Nima yurish bu? O'tirish. Kel o'tir. Mirjon, bekarga bunday yurmayapti-kanda. Akaga shunaqa muomala qiladimi? Meni hamma yoqdan xabarim bor. Yonimga kelganingda hamma yoqda hal qilarding. Bitamda ishingni bitirmagan joying bormi? Men senga nima degandim? Akangni yaxshi inson degandimmi? Shuncha qilib yurgan ishlaringga boshqa aka bo'lganda haydab chiqarib yuborgan bo'lardi. Odili, akangdan uzr so'raydigan payt keldi. Aka, men Ahmadni kechiring. Ozgina yoshlik qilib qo'ydim-da aka. Dilingizni og'ritgan bo'lsam. Aka o'z jigardan ham xafa bo'ladimi? Bag'rimga bosib ber. Boringizga shukr aka. Aka,